Bugungi kunda ko'ksa artroz kasalligi juda ham ko'payib ketganligi sababdan bizga murojaat qiladigan bemorlarimizga ko'p savollar tug'iladi. Nimadan kelib chiqadi va buni qanaqa aniqlash mumkin degan. Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Asosiy sababi bu yoshga bog'liq holatdagi o'zgarishlar. Qarigan sari hamma bo'g'imlarda, tanamizda, terilarimizdagi ajin tushishlar kabi bo'g'im yuzalarida ham yemirilishlar paydo bo'ladi va bu asosiy sabablardan bittasi hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan ko'ksa artrozi sabablaridan bittasi yoshlikdagi displaziya o'tkazganligi, displastik ko'ksa artroz bo'lishi mumkin. Va travmalardan keyin jarohat oladigan bo'lsa, bo'g'im yuzalaridagi jarohatning hisobiga shu yerdagi yemirilishlar paydo bo'lib turib, ko'ksa artrozidan kelib chiqishligi mumkin. Va genetik holatda, masalan, genida o'sha ota-onasi, bobolarida bo'lgan odamlarda ham kuzatilishga moyilligi kuchli bo'ladi va ularda hech qanaqangi boshqa ta'sirlar bo'lmasa ham ko'ksa artroz kelib chiqishi ehtimolligi bor. Zararli odatlardan uzoq bo'lishlik va sog'lom hayot tarziga qaytish kerak bo'ladi, chunki hozirgi paytdagi oziq-ovqatlarimiz ham organizmni qanchalik erta qarishligiga sababchi bo'ladigan bir omillardan bittasi deb qaraladi. Yoshlarimizda ham ko'ksa artrozining erta kelib chiqishiga sabab bo'ladigan juda ham og'ir atletika bilan og'ir toshlar ko'taradigan, juda ham kuchli uzoq masofaga yuguradigan odamlarda va og'ir mehnatdagi odamlarda ham ko'ksa artroz kelib chiqishi sabablaridan bittasi bo'ladi. Qanaqa qilib aniqlash kerak o'zi? Ko'ksa artrozni o'ziga yarasha bosqichlari bo'ladi, yengil, o'rta og'ir va og'ir darajalari bo'ladi va bizlar qanaqa aniqlashimiz mumkin bo'ladi? Bemorlarimizda birinchi bo'lib turib o'sha son chanoq bo'g'imini oldi sohasidan og'riqlar paydo bo'lishligi va son bo'ylab tizzagacha pastgacha og'riqlar paydo bo'lishligi, mushaklarda kuchsizlik paydo bo'lishligi bilan namoyon bo'ladi. Asosan rentgen asosiy vazifa bajaradi. Rentgenga tushgandan keyin buni yengil, o'rta og'ir darajasi rentgenning o'zida aniqlanadi. Unga alohida boshqa tekshiruvlar, UZI, MSKT yoki MRT tekshiruvlari kerak bo'lmaydi. Bizning profilimizni kuzatishda davom eting. Keyingi safargi ko'rsatuvlarimizda sizlarga bu kasalliklarning profilaktikasi va davo choralari haqida ma'lumot beramiz.